Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga tashlangan misollar rejimini ko'rib chiqamiz. 287. ABCD trapetsiyaning yuzi 60 ga teng bo'lib, F uning o'rta chizig'i. F o'rta chiziq ekan. AD ni ham teng 2 ga bo'ladi, B ni ham teng 2 ga bo'ladi. ABKE bilan SDKF yuzini toping degan, ya'ni bo'yalgan sohalarning yuzini toping degan bizdan. Xo'p. Birinchi xossa eslab olsak. Buni A desam, bu ham A ga teng bo'lsin. Ya'ni o'rta chiziq bo'lyapti. Harf berib olaylik. DF o'rta chiziqligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, parallel. Endi yuzalar orasida qanday bog'liqlik bor? Buni A desam, katta joyim 3 ga teng bo'ladi. Nimaga 3 ga? Chunki o'xshashlik 1 ning 2 ga nisbati yuzlar nisbatiga teng edi yoki buning isbotini shunday F bilan B ni birlashtirsam, tomonlar nisbati yuzlar nisbatiga teng degan xossaga ko'ra BDF ning yuzi bilan DAF ning yuzi teng bo'lib qoladi. Bu ham A ga teng. Xuddi shunday AF bilan FS ham teng bo'ladi-ku, chunki DF o'rta chiziq. Demak, FS yuzi ham 2 ga teng. Buni isbotini ko'rdik. Endi masalamizga qaytamiz. Kattalashtiraman. DEK ning yuzini A desam, EABK ning yuzi 3 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday BKF ning yuzini B desam, turburchakning yuzi DKFS ning yuzi 3 ga teng. Bizdan jamisini so'ragan-ku. 4A plus 4B ham 60 ga teng. Bundan A plus B ni topsam 15 ga teng. Mendan o'zi nimani so'ragan? Bizdan so'ragani 3A plus B. Shuni joyiga olib qo'ysak 45 degan javob bo'ladi. Bu C javobda. Keyingi masalamiz. Juda chiroyli masala bu. ABCD parallelogramda 3 ko'paytirilgan KL teng 2 ko'paytirilgan MN teng AB. Xo'p, endi bunaqa tipdagi misollarda oldidagi koeffitsiyenti 3, 2. Demak, iloj boricha shuni ikuk olsak 6. Agar AB ni 6K desam, KL ham 2K bo'ladi. Mana ham 3K bo'ladi. Misolimizda natural sonlar chiqib keladi. Kasr son chiqib qolmaydi. Kasr son chiqib qolsa, hisob-kitobimiz qiynalib ketadi buning uchun. Endi yuzlar nisbatini yozaman. KPL ning MP ni yuzlar nisbati orasida 4 ga 9 ga degan o'xshashlik bor. Chunki o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratga tenglik yuzalarida kelsa. Ana endi bu yog'i bizda eng qiziq joyi bo'ladi, chunki kimdir balandlik tushirib topishi mumkin yoki nimalar tomondan nisbati bitta chiroyli usul qilamiz bunda. Shunday P dan bitta parallel o'tkazsam, natijada buni P desam, bu yog'i G nuqtasi bo'lsin. PDSG bir parallelogram, APGB bir parallelogram bo'ldi bu yerda. Ana endi D bilan P ni birlashtirsam, S bilan P ni birlashtirsam, tomoni 2K ga teng bo'lgan yuza 4A ga teng bo'lsa, tomoni 6K ga teng bo'lgan yuza nechaga teng bo'ladi? 12A ga teng bo'ladi. Bu parallelogram yuzining yarmiga teng. Demak, PDS ga parallelogramning yuzi 24A ga teng ekan. Endi ishimiz pastga tushadi. Pastda ham xuddi shu ish. A bilan P ni birlashtiraman. P bilan B ni birlashtiraman. 3K dagi yuza 9 ga teng bo'lsa, 6K dagi yuza nechaga teng bo'ladi? 18 bo'ladi. Yarmi 18 bo'lsa, jamisi 36 bo'ladi.
mendan bo'yalgan sohaning parallelogram yuziga nisbatini so'ragan. Yozaman. 9a ning 36 ga 24 60a ga nisbatini topsam yetarli. Xo'p, 3 ga 3a ga bo'lsam 3 taqsim 20 degan javob chiqib keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.